Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Xo'p, yangi ish mehmonxona, ya'ni hashamat. Bir ko'rib baho berasizlar. Ancha seryozni ish bo'ldi lekin. Xo'p, mana do'stlar. Rasm mana shunday qaratib turing ekranga. Xo'p, mana o'sha hashamatli mehmonxonamiz. Ajoyib chiqdi lekin dizaynlari ham gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Bo'ldi. Xo'p, endi buni rasm holatini ko'rsatsam sizlarga. Mana do'stlar. Nima deysizlar? Mana do'stlar. O'ta hashamat, talablarga binoan mehmonxonamiz shunaqa bo'lsin deyishadi. Qalay chiqdi do'stlar. Mana mebellarga ham e'tibor berasizlar. Devordagi ramkalarga, dekorlarga. Nima deb o'ylaysizlar do'stlar? Mana shu uyda qanchaga bitirsa bo'ladi mana shu holatga keltirish uchun. Misol, quruq hozir shuvog'i bo'lgan. O'sha pol, patolog, devordagi remontlar. Ichimizda remontchilar bordir, ustalar. Remontda misol qanchaga bitadi? Mebelchilar bordir mana. Mana bunaqa mebellar qanchaga bitadi endi bular? Mana mebellar. Bir ko'rib, bir mana shu uyda balki kimlardir qilgandir mana shunaqa uylar. Bitirgandir. Nech pulga bitadi endi mana shu? Nima deb o'ylaysizlar do'stlar? Qalay do'stlar, yoqdimi hashamatli mehmonxonamiz? Bu mehmonxonamiz 8 ga 440 ga joylandi. Bir bo'lsa yozib qoldirarsizlar. Nech pulga bitirsa bo'ladi mana shuni? Qiziqdi endi. Salomat bo'lasizlar do'stlar, ishlarga omad. Ko'rishguncha.